Assalomualaikum. Men hozir IPK detallarining ishlatilgan nusxasini qandoq tushiramiz, qandoq izlaymiz so'zlab o'taman. Mana bu detal ishlatilgan nusxasi. Buni ko'ringlar. Bu mana shu tarafdan ishlatilgan. Bu detal ham ishlatilgan nusxasi. Bu vücut kevich. Ko'ringlar. Mana Müşla tarafından işletilgan detal bu. Şimdi Torkogochga kiramiz. Torkogochdan Google'dan izlaymiz. Men hozir bu detalninki, bu appninki ishlatilgan nusxasini tushirmoqchi. İsmini kirib oldimmi? Shu ismi bo'yicha izlaymiz. Bir qanchalagan to'rbat bor. O'zinglar xohlagandan tushasizlar bo'ldi. Mana bu tushirish emasimiz. Endi bu yerda diqqat qilganimiz bu yeşil rangdagi bo'lsa Google Play'dan asli, ya'ni haqiqiy nusxasini, ya'ni e'lonbar nusxasini tushiring deb asli ulanishni berib qo'yibdi. Buni tushunmaymiz. Endi bu qizil ranglikka qarasak, buningda ikki xil nusxasini beribdi. 7'den 0 bir nusxası, 7'den 0 nusxası, ikki xil nusxasini beribdi. O'zinglar xohlagan nusxasini tushirsangiz bo'ldi. Men bu yangi nusxasini tushirib sinay hozircha. Tushirishni basamiz. Tushirishda yapıldı. Tushib bo'ldi. Endi birinchi o'ylab qildigan ishimiz bu telefonimizdagi aslida bad bo'lgan detalni yuvatamiz. Agar buni yuvatmasak, bu hozir tushirgan app qachlanmaydi telefonimizga. Shuning uchun yuvatamiz. Buni qachlaymiz endi. Bunga video ilishga ruxsat qilamiz deydi. Ruxsat qilamiz. Ruxsat qilmasak ishlatamaymiz bo'lmasa bu detalni. Mana bo'ldi. Normal ishladi hozir. Mana. Normal ishladi.